Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum gazablo ishqibozlari. Mana bugun sexdan video qilyapmiz. Xo'p, boshidan aytib o'tib ketamiz. Bizda endi yangilikmi, kimlar uchun yangilik, kimlar uchun shu odatiy holat. 1,5 g'ish razmerdagi gazablolar chiqishni boshladi. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Standart gazablodan 2-3 ming so'm, 2,5 ming so'm narxi razницasi bo'ladi. Yoki bunda kubasida 21 ta bo'lsa, nariganda 28 ta bo'ladi. Kubasiga narxi bir xil 480 ming so'mdan chiqadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Bursaylarni ko'rayotgan bo'lsalaring, g'ishlar o'ta ham nolasi deyarli. Kesalarni yana bitta ko'rib, yoqsa zakaz beraverasizlar. Mana pishig'ishdan o'sha standart pishig'ish. Bunaqa peshelikdan bas, oddiy o'sha pishig'ishdan 1,5 g'ish qilib qo'yib qo'yganmiz razmeriga. Birga bir. Ko'rayotgan bo'lsalaring, ustidan bu ustidagacha. G'ishlarimiz 2 bosqichli sushilkada pishib chiqadi. Mana bu yoqda paddonlarda taklanyapti. Ko'rayotgan bo'lsalaring, o'zi g'ishda turishi aytyapti, qanaqa g'ishligini. Hop, bu yoqda sushilkamiz. Avtomat reskajga bo'lgan jarayon. Qoliplar bo'shatib berishgan, shular kesilyapti. Mana bu yoqda yon reskalar. Ko'rayotgan bo'lsalaring, mana pichoqlarini ham 36 li razmerga qo'yib qo'yilgan. Bu yondan kesilgani 20 li bo'lgan. Bu yoqda sushilka gradusi parda chiqishini ko'ryapsizlar. Oddiy optoda quritilmaydi. Kamida 50-60 gradus part chiqyapti. Ichkarining gradusi kamida 70. Kimga mana shunaqa avtomat riskada kesilgan gazablolar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli qilib yetkazib beramiz. Narxini aytib o'tdik, manzilni aytib o'tdik. Qolgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Kechasi 10:30-11 gacha javob beraveramiz. Ertalab 6 dan boshlab. Bemalol tortinmasdan telefon qilaveringlar. Kommentga savol so'rab yozsalaring javob qaytarib qola olmasak, bemalol telefon qilib so'raverasizlar. So'rash bepul, hech kim so'kmaydi, boshqa qilmaydi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Narxni bilgani ham. Boshqa ma'lumotlar kerak bo'lsa. Kulli abyomda